Prezident Olimpiadasi sport musobaqalari tantanali ochilish marosimiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurdilar. Bugun sizlar bilan yangi O'zbekiston timsoli bo'lgan mana shu muazzam Olimpiya shaharchasida Prezident Olimpiadasiga start beryapmiz. Mamlakatimizda birinchi marta o'tkazilayotgan butun yurtimiz yoshlarini Olimpiya harakatining ezgu g'oyalari asosida birlashtirayotgan ushbu sport bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Izlanish, o'rganish va chiniqishdan hech qachon to'xtamang. Shijoat va qat'iyat bilan dadil olg'a boraveringlar. Bu yo'lda davlatimiz, prezident sizlar uchun barcha sharoitlarni albatta yaratib beradi. Barchangizga omad va zafarlar yor bo'lsin, aziz farzandlarim.